Hop, endi o'sha qabul qilingan ishlarni qanday qilib bo'shatamiz, qilib chiqamiz. Hop, ishlarni ishdan bo'shatish uchun yana zavqli kadr bo'limi, undan увольнение tanlanadi. Hop, soздать. Bu yerdan sana qachon bo'shatilyapti ish, bo'shatilanishi kerak. Buning uchun bizga buyruq ishdan bo'shatish degan hujjat kerak bo'ladi. Hop, 5-raqamli buyruq chiqarilgan 31.07 da. 31.07.23. Новый приказы 5. Сотрудник kerakli xodim tanlanishi kerak. Aytlarga ko'ra. Data увольнения 31.07.23. Hop, Sagata Karu Trudovой kodeks Respublika O'zbekiston Mehnat kodeksi bo'yicha qaysi moddaga asosan bo'shatilyapti ishi tanlash kerak bo'ladi. Hop, bizda hozircha mana shu 5 ta modda kiritilgan adresimizga yangi mehnat kodeksi bo'yicha. Misol 175-moddada talabaga kelishuviga ko'ra bo'shatish, yangi muddat saylamaganlik, shartnoma tugashi, muddat tugashi, xodim tashabbusiga ko'ra bekor qilish, ish berish tashabbusiga ko'ra bekor qilish kabi statuyalar bor. Hop, xodimni agar muddati mehnat shartnomasi muddati tugagan bo'lsa, 158-modda tanlash kerak bo'ladi. Agar xodim muddati tashabbusiga ko'ra bekor qilinadigan bo'lsa, mana bu tanlash kerak bo'ladi. Agar ish berish tashabbusiga ko'ra bekor qilinadigan bo'lsa, bu papkani ichidagi kerakli statuya tanlash kerak bo'ladi. Hop, misol uchun mana xodimning o'z mehnat majburiyatlari muntazam ravishda buzganligi, malakasi yetarli bo'lmaganligi kabi. Hop, misol uchun biz taraflarning kelishuviga ko'ra bekor qilyapmiz. Bit compensation hop, основание degan joyga o'sha xodim nima uchun bo'shatilganini to'liq aniq yozish kerak bo'ladi. Hop, biz yozishimiz mumkin kelishuviga ko'ra. Undan keyin провести zakrit bosiladi. Va bo'ldi. Mana xodim bo'shadi. Mana shu yerda xodim bo'shaganligi turadi. Endi bunda oylik hisoblanmaydi bu ishga.